Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va yangi kirib kelgan kuzatuvchilar. Ushbu video darslik rus tilida so'z boyligini oshirish uchun tayyorlandi. Video darsimiz sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizning video darslar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanal ravnaqi uchun like bosib va izohda o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Bu bizga yanada qiziqarli video darslar ishlab chiqarishga ko'mak beradi. Говорить – gapirmoq. Договорить – oxirigacha aytmoq. Выговорить – talaffuz qilmoq. Заговорить – gapira boshlamoq. Переговорить – qayta gaplashmoq. Договориться – kelishib olmoq. Quyidagi fe'llarga misollar. Он не успел договорить свою мысль. U fikrini oxirigacha aytishga ulgurmadi. Я не могу выговорить это длинное слово. Men bu uzun so'zni talaffuz qila olmayman. Ребенок вдруг заговорил. Bola birdan gapira boshladi. Нам нужно переговорить о планах. Rejalar haqida qayta gaplashib olishimiz kerak. Мы договорились встретиться в парке. Biz parkda uchrashishga kelishib oldik. Уговорить – ko'ndirmoq. Отговорить – qaytarmoq. Разговорить – gapirtirmoq. Заговориться – gapga berilib ketmoq. Наговорить – juda ko'p gapirmoq. Quyidagi fe'llarga misollar. Я уговорил маму купить мороженое. Men onamni muzqaymoq olib berishga ko'ndirdim. Он отговорил меня прыгать с крыши. U meni tomdan sakrashdan qaytardi. Учитель разговорил застенчивого ученика. O'qituvchi uyatchan o'quvchini gapirtirdi. Мы заговорились и пропустили автобус. Biz gapga berilib avtobusni o'tkazib yubordik. Он наговорил много обидных слов. U juda ko'p haqoratli so'zlar gapirib qo'ydi. Обговорить – muhokama qilmoq. Оговориться – yanglish gapirib qo'ymoq. Проговориться – beixtiyor aytib qo'ymoq. Подговорить – undamoq. Сговориться – kelishib olmoq. Quyidagi fe'llarga misollar. Давайте обговорим все детали. Keling barcha tafsilotlarni muhokama qilaylik. В докладе он случайно оговорился. U ma'ruzada tasodifan xatoga yo'l qo'ydi. Она проговорилась о сюрпризе. U syurpriz haqida beixtiyor aytib qo'ydi. Он подговорил друзей на шутку. U do'stlarini hazil qilishga undadi. Мальчишки сговорились убежать с урока. O'g'il bolalar darsdan qochishga kelishib olishdi. Говорить fe'lining 15 ta shakli. Договорить – oxirigacha aytmoq. Выговорить – talaffuz qilmoq. Заговорить – gapira boshlamoq. Переговорить – qayta gaplashmoq. Договориться – kelishib olmoq. Уговорить – ko'ndirmoq. Отговорить – qaytarmoq. Разговорить – gapirtirmoq. Заговориться – gapga berilib ketmoq. Наговорить – juda ko'p gapirmoq. Обговорить – muhokama qilmoq. Оговориться – yanglish gapirib qo'ymoq. Проговориться – beixtiyor aytib qo'ymoq. Подговорить – undamoq. Сговориться – kelishib olmoq. Bugungi video darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va fikr takliflaringizni izohda qoldiring. Biz albatta o'qib chiqamiz. Sizning taklif va murojaatlaringizga ko'ra video darslar ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.